taqvo oyidir. Har bir solih amal katta ajru savobga sabab bo'lib, qalbdan chiqqan duolar ijobat bo'ladi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis-i sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta Ramazonning har kunida qabul bo'ladigan bir duo bor deb marhamat qilganlar. Shu bois bu oyda tunu kunlarni g'animat bilib, xatmi Qur'on va tarovih namozlarida, saharlik va iftorliklarda yurtimizda tinchligi, xalqimizni farovonligi, dunyodagi barcha musulmonlarning osoyishtaligi, yurtimiz rahbarini tinch, amon va salomat bo'lishligi uchun duo qilaylik. Alloh taolo ushbu ulug' oyni hammamiz uchun qut barakali, rahmat va mag'firatga to'la bo'lishini nasib etsin. Uni iymon e'tiqod ila savob umidida o'tkazishimizga muvaffaq aylasin. Muhtaram yurtdoshlar, qadrli mo'min